Aka, shoshmang. Nima? Bir narsa so'rasam maylimi? Bilaman nima so'rashingni. Ma. Oginda sur bu yoqdan. Pul ish kerak emas. Nima kerak senga? 2 dona savol bermoqchi edim. Maylimi? Xo'p, ber savolingni. Hozir turib olay, yordam berib o'rasizmi? Ol qo'lingni. Mayli hozir. Siz boysiz, ha? Boyman. Havas qildim. Bu uy sizniki, ha? Meniki. Mashina ham sizniki. Mashina ham. Bu boyliklarni sizga kim bergan? Alloh bergan. Alloh meni ham sizga o'xshab boy qilib qo'ya olaydimi? Xohlasa qiladi, Allohga oson. Allohga oson. Yaxshi. Allohga oson. Judayam oson. To'xta. Ikkinchi savolingni bermading-ku? Ikkinchi savolmi? Alloh sizni ham xuddi menga o'xshab xor qilib qo'yishga qodirmi demoqchi edim. Javob yo'q. Biz kelib ketuvchi to'garak jahon na boshi ma'lumu, na so'nggi ayon. Hech kim sir rostini aytib bera olmas. Qaydan keldik-u, keturmiz qayon. Men bor uzr. Darvish. Bu yoqqa. Sen. Tanidingmi? Siz boysiz, ha? Boyman. Havas qildim. Boy aka. Xuddi o'zi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Nechuk yo'qlabsiz? Senga rahmat demoqchiman. O'tgan safar ko'zimni ochding. Ya. Biz ko'zni ochmaymiz. U ochadi. Biz shunchaki sababchisimiz xolos. Nima bo'lganda ham seni xursand qilmoqchiman. Menimi? Nima xohlaysan? Ayt xohlaganingni. Xohlaganimni bajarasizmi? Xohlaganingni. Hozir. Men abadiy yashashni xohlayman. So'ra, ish so'raman bajaraman. Bu dunyo matohlar. Darvish-ku. Tilamchilar ham ko'payib ketgan. Hozir haydaveraman. To'xta, oddiy tilamchi emas bu. Bunga tishim o'tmaydi. Xo'jayin, hozir haydaveraman. Hozir ko'rasiz. Turay. Bu xususiy hudud. Men ketadigan joyda emas, o'zim uyimda o'tiraman, ko'chada. Sandakilar juda ko'pini ko'rganman. Tur. Men ham sizga o'xshaganlarni ko'pini ko'rganman. Siz faqat buyruq olasiz, lekin
o'zingizni shaxsiy fikringizga ega emassiz. Menga qara. Nima deyapsan? Tan oling. Odamlarni haydaysiz, lekin o'zligingizdan qochasiz. To'g'ri, sen hozir meni haydamoqchisan. Lekin o'zing qayerga ketayotganingni bilasanmi? Yo, uni ham xo'jayining hal qiladimi? Bilasanmi? Men har doim yolg'iz yuraman. Chunki odamlar ko'p, lekin ishonch yo'q. Ko'zlar bor, ko'rmoq yo'q. Quloqlar bor, lekin eshitadigan odam yo'q. Og'ayni, agar iloji bo'lsa, jasadimni ham o'zim ko'mgan bo'lardim. Chunki janozamga kelgan odamlar men haqimda emas, oyoq kiyimi haqida qayg'uradi. Oyog'im loy bo'lib qolmadimikin deb qayg'uradi. Go'yo ular hayot mobaynida toza yo'ldan yurgandek. Ha, Darvesh. Boy aka. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Ha, bu ishchi sizni xodimingizmi? Ha, men senga nima degandim? Bor, hujjatlarni mashinaga olib bor. Gaplarimdan xafa bo'lish yo'q. Uzr. Mayli. Menga ruxsat endi. To'xta. Labay. To'g'risini ayt. Nechta diploming bor? Buncha ko'p narsani qayerdan bilasan? Yaqinroq keling. Boy aka, meni bitta diplomim bor. Uyam bo'lsa xatolar degan diplom. Men ko'p xato qilganman. Biz kelib ketuvchi to'garak jahon, na boshi ma'lum, na so'nggi ayon. Hech kimsa rostini aytib bera olmas. Biz qaydan keldik-ku, keturmiz qayon. Ha, odamzod.